Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. 2025-yil 28-fevraldagi Hukumat komissiyasining tegishli qaroriga asosan joriy yilning 15-mart kunidan 15-aprel kuniga qadar mamlakatimizda favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi o'tkazilishi belgilangan. Oylikning asosiy maqsadi etib aholini va hududlarni tabiiy va texnik xususiyatli favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish, xususan toshqin suvlari, sel oqimlari va ko'chki hodisalarining oldini olish, zilziladan, texnik avariyadan, yong'indan, o'ta xavfli yuqumli kasalliklar bilan bog'liq vaziyatni yaxshilash hamda fuqaro muhofazasi tadbirlarini amalga oshirishga qaratilgan. Joriy yilda fuqaro muhofazasi oyligini vazirligimiz oldiga qo'yilgan topshiriqlar va yangicha yondashuvlar asosida amalga oshirishi zarur bo'lgan bir qator vazifalar belgilab olindi. Tasdiqlangan chora-tadbirlar rejasiga asosan barcha vazirlik va idoralarda vazirligimiz markaziy apparati boshqarmalari, mustaqil bo'lim rahbarlari va shaxsiy tarkib tomonidan aholini va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish, fuqaro muhofazasi va yong'in xavfsizligini ta'minlash mavzusida davra suhbatlari va seminarlar va boshqa profilaktik tadbirlar o'tkazish, uy-joy fondi, ijtimoiy soha obyektlari, korxona, tashkilot va muassasalarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning, xususan is gazdan zaharlanish, gaz-havo aralashmasi chaqnashi, yong'inlar va boshqa favqulodda vaziyatlarni oldini olish, shuningdek, aholini favqulodda vaziyatlardan to'g'ri harakat qilishga o'rgatish bo'yicha mahallabay, xonadonbay tizimida profilaktika tadbirlarini amalga oshirish, tabiiy ofatlar va yong'inlar xavfidan aholi hayoti va sog'lig'ini himoya qilish bo'yicha ofatlar xavfini sug'urta qilishga oid tadbirlarni tashkil etish. Oylikni yuqori saviyada tashkil etish maqsadida mutasaddi tashkilot va idoralar bilan hamkorlikda ko'rgazmali yurish orqali Favqulodda vaziyatlar vazirligining kuch va vositalarini keng ommaga ko'rsatish, aholi ko'p to'planadigan joylarda, xususan markaziy ko'chalar, xiyobonlar, savdo markazlari, bozorlar va boshqa joylarda keng jamoatchilik jalb etgan holda oylikni targ'ib qiluvchi materiallarni tarqatish vazifalari amalga oshiriladi. Hurmatli fuqarolar, ushbu muhim tadbirda faol ishtirok etishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.